Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, qadrdonlar. Mana bugun biz bir hafta chiqmadik. Bir hafta o'tib, xudo xolasa Qalqama mol bozoridan syomkalar olib boramiz. Xudo xolasa narx-navolarni qisqacha tanishtirib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Kanalda yangi bo'lganlar like, podpiska bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kanalda uzoqlashmaymiz. Ho'kiz nechi pul ekan? 25 nechi qancha qildi bozor? 20. Nechi pul ekan? 35 bozor qancha qildi? 26. Bozor 26 million qildi. Egasi 35 qilyapti mana. Ho'kiz nechi pul ekan? Ha? Mana ho'kizimiz 35 million deyapti. Hali bozor hech narsa qilgani yo'q. Bobur boydi ho'kizlari. 45 millionga ikon bermayapti, ikon qora mana qoldi. Narx ikkalasini. Ha, Bobur boydi ho'kizlar, Bobur boydi. Ha, yaxshi. 45 millionga bermayapti ikon. Bozor qancha qilibdi? Bozor 45 so'rayapti. Bozor 45 so'rayapti, 45 millionga bermayapti. O'zi dit qancha dit? Dedi 55 ekan. 55. Bunisi-chi? Bu yoqdi. Nechi pul? 24 ga yo'q. 24 ga yo'q mana bu ho'kiz mana akalar. Yana bitta ho'kiz ko'rsatib o'tamiz. Bu nechi pul ekan? 40 million. Bozor qancha qildi? 37 ga yo'q. Bugun sotasizmi? Yaxshi. Omadingiz bersin. Qancha olib boqqansiz buni? Jitilib ketgan ekan-da o'zi. Kerak tursin. Ho'kiz nechi pul ekan? Qancha qilyapti? 5 deyapti, qancha qilayotganini bilmadim. Ho'kiz qancha qilyapsiz? Bozor qancha qildi? Bozor hali hech narsa qilmabdi. 35 million deyapti mana. Shu. Mana smetal ho'kizlarimiz, ho'kizchalar. Buzoq hali. Qanchaga oldingiz? 23 ga oldi va 23 million. Ha, qiziqishlar ko'raverasiz. Ha, qiziqishlarga yana bitta smetalcha. Nechi pul ekan bu? Ya nechi pul? Sizda olayotganmisiz? 35. Bozor qancha qildi? 27. Bozor 27 million qildi mana. Ho'kiz nechi pul deyapsiz? O boy bu. Ho'kiz nechi pul deyapsiz? 50. Bozor qancha qildi? 18. Bozor 18 qildi mana. Nechi pul ekan? 20 dan deyapti ekan mana ho'kizcha. Ho'kizchami? Urg'ochimi? 200. Yolib kelgan. 20 dan bozor qancha qildi? Bozor 15-16 so'rayotganmish. Bunisi-chi? 22 da. Bozor qancha qildi buni? 17. Bozor 17 million so'rayapti ekan mana. Akalar, ukalar, qadrdonlar, agar kanalda yangi bo'lganlar like, podpiska bosib qo'yamiz. Nechi pul ekan bu ho'kizchalar? Nechi puldan? Qancha? 17. Ikkalasimi? Ha, 25,5. Bozor qancha qildi ikkalasini? 25,5. Ikkalasini 25,5 qildi bozor. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? Buni bozor 15 so'rab turgan ekan.
Ustiga mana 1,5 chiqib 16,5 so'rayapman. Bu necha yashar bu? Ya qarimi? 2 tug'an sigir ekan. 2 tug'an sigir mana. Bak. Vang baraka deysizmi? Ha, domillab yak bo'lar baraka dege. Baraka dege bo'ladi. 16,5 millionga mana bozor so'rayapti shunday. Shu pakida. Bu nechi pul ekan? Bak baraka. Nechi pul deyapsiz buni? Nechi pul? 20? Barakami? Bozor qancha qildi? Bozor hali shunday. Onu bilmiyorum onu. Nechi pul ekan? Bunu igaz kesin de igaz. Ha, egasi yo'qmi? Hal egasi kelmabdi. Bu sigir nechi pul ekan? 13. Bozor 13 so'rayaptim bozor. Bozor 13 million so'rayapti mana. Nechi? 16 deyapti. 16. Bozor qancha qildi? Bozor ham shu 13-14 atrofida. Bolasi bormi? Choylik bo'g'oz 5 litre suti bor. Ha, bo'g'oz ekan 3 oylik. Sutini ham aytdi. Молодец. Omadini bersin. Va qarab. Ko'rdik, yosh. Zo'rmasa? Nechi pul ekan bular? 30 dan har bittasimi? Uchalasin bolasi, ha? Ya agar mana o'dek 20 bo'ladi, 20. Qancha so'rayapsiz? Qaysini so'rayapsiz? Narxini. Qizilda? Qancha so'rayapsiz qizilda? 20 million. Qizilda o'zini 24 million. Ha, qizil sigirda 24 million so'rayapti ekan. Bolali sigir. Bolasi qaysi uni? Qizilda bolasi. Qizilchami? Nechi pul ekan bu sigir? 45? 35. Bolasi mana bu. Bolasi urg'ochimi? Bolasi urg'och ekan. Yoshi nechida sigirdi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi? 2 tug'an. Ha, ikkinchisi tug'an. Bu nechi pul ekan sigir? 35 deyapmiz, 26 deyapmiz. Bozor 26 qildimi? Bozor 26. Bolasi urg'ochmi erkak? Bolasi erkak. Ikkinchi tug'ma. Ikkinchi tug'ma sigir. Novoscha ekan bolasi. Ikkinchi tug'masi. Bu sigir nechi pul ekan? Nechi pul qilyapsiz bu? 26 million. 26 million. Mana. Bozor ustida keldik mana qadrdonlar. Birinchi bolasi. Nechi pul ekan? Nechi pul ekan sigircha? 23 million. Boqar. 20 million, 20 million 500 so'rayapti. 20 million 500 so'rayapti bozordan. Bolasi novoschami? Novoscha, ana. Ho'kizcha bolasi. Bu sigir nechi pul ekan aka? 30. Ona bolami? Ona bola 30 million, ha? Ona bola 30 million. Birinchi? Bolasi erkak. Mana 4. Bolasi erkak şey ekan, mana. 30. Bolasi zeyt ekan. Bolasi o'zi bir 6 oydan keyin o'zini oladi. Qanchaga? O'zini 15 millionga, bolasini o'zini 15 millionga bermayapti ekan mana. Bozoringiz bersin. Davron xo'ja. Sigir nechi pul ekan? Qizil sigir. 50. Bozor qancha qildi? 35. Bolasi erkak. Ana qiziqishlar ko'ramiz.
G'unojin qancha bo'ldi? G'unojin nech pul bo'ldi? 13. 13 ga olib chiqdingiz. 13 millionga olib chiqdi mana. Ola sigirdi, mana shu sigirdi. Nech pul ekan bular? 23 deyapmiz. Bozor qancha qilyapti? Bana so'rayapti. Savdosi bo'lyapti. 2 yildan beri ijara maoshi tushildi. Malın başkası bu. O'zi seni molingni vazir aytgancha poshsha deb olyapman. Bu qancha so'rayapsiz? 19. 19 bittasimi? Qaysi biri 19,5 so'rayapsiz? 19. 19. Jibi bordi. Bunisini ha? 19 dedingiz. Ha 19. 19,5 qilib qani. Bering ey. 21,5 deb o'p ketib qolgan. Voy, ko'chaga chiqarmayman pulni sanashdi. Shu yerda sanayman. 19 yerda. Voy, bir teng yetkazmayman. Bir teng. Ha, bolalar. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? So'rayotganingizni. Urg'ochimi? Nech pul ekan u qizcha? 18 deb. 18. Bozor qancha qildi? Nech pul ekan? Bu qizingiz. 14. Bozor qancha qildi? 12. Bozor 12 million so'rayapti ekan. Qadrdonlar. Kanalda yangi bo'lganlar like, podpiska bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kanalda uzoqlashmaymiz. Qanaqadir taklif, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tsalaringiz, kommentariyga qarab bizlar shunga qarata ish yuritamiz, qadrdonlar. Nech pul ekan bu tonacha? Bu qizchami, urg'ochimi? Urg'och, ha? Nech pul ekan? Qancha? 14. Bozor qancha qildi? 12. 7. Bozor 7 million qildi. Mana buzoqchalarni, urg'och buzoqchalarni qadrdonlar. Qalqama mol bozoridan syomkalar olib boryapmiz. Bu nech pul ekan? 11 ga bermayapsiz? Biz Jaydar Ho'kchilardan. 11 ga bermayapti ekan mana. Yaxshi molni bolasi deyapti. Yaxshi mollar deyapti qadrdonlar. Qalqama mol bozoridan syomkalar olib boryapmiz qadrdonlar. Bozor narxi shunaqa. Domla bu qancha so'rayapsiz? Bir bana 8 milyon bir deyapti. Urg'ochi. Urg'och ikovi. Bu gap ikon 13 ga bermam deyapti. Mana bunisini 8 million so'rayapti biz domla bu. Ham oshlanib uni ekan bu. Bering. Yaxshi narsa so'rabdi. Nargisi nech pul deyapsiz? Unisini o'zini adilni. 17 million deyapsiz ikkalasini, ha? Ikkalasini 17 million deyapti mana. 8 deyapti. 8 million qilyapti. Egasi 8 million. 6,5 so'ra. 6,5 ga takamlik qiladi. Nech pul ekan bu? Bozor qancha so'radi? 7 million so'radi. 7 million dedik. Nimani? Bozor narxi shunaqa. Qalqama mol bozoridan syomkalar olib boryapmiz qadrdonlar. Nech puldan bular aka? Tusoqmi? Hammasi so'ra. Nech puldan qildi bozor? Bozor har xil so'rayapti. Nech pul deyapsiz o'zingiz? 5 5 milliondan, ha? 5 milliondan mana boqib qo'yadi. Qo'ylarga. Qo'ylar, tusoqlar, mana tusoqlar mana. Hammasi igizdan biraylar. Ovoz bo'g'izdi. Nech pul ekan G'unojin? 15 so'rayapti. O'zingiz nech pul? Dit. Qizib turdik, 15 ga chiqdi. Hali 8 ga. Bozoringiz bersin. Nech pul ekan bu? Buzoqcha. 9 million 600 ga bermading? Yaxshi. O'zing qancha deyapsan? O'zing. 11. 11 million deyapti mana o'zi. Egasi 11 million deyapti. 9 million 600 ga berma. Shox o'smaydi. Shoxi o'smaygan mana. Kal.
Mana o'zimiz Jaydarmonlar. Bozor 9,5 so'rabdi. Qalqamon mol bozoridan syomkalar olib boryapmiz. Qadrdonlarga eslatib o'taman. Bizda narxlar hammasi shunaqa arzon. Ki bemalol savdoni qilaverasizlar. Endi yana ham bilmadim, balkim boshqa bozorlarda yana ham qimmatdir, balkim arzondir. Sigir nech pul ekan? Assalomu alaykum. Davron xo'jasi. Ha. Nech pul ekan? 15 deb turibdi egasi. Egasi 15 deb turibdi. Bozor qancha qildi? Bozor hayla. Savdosi bo'lyapti. Qancha qilyapsiz? Mana suratda odam bor bashirasi. 13 million 200. Shu sigirdi. Mana shu sigirni 13 million 200 so'rayapti. Sirni orqalarini. Qaysi kanal bu? Davron xo'ja. Bo'g'ilgan qisir sigir. Bo'g'ilgan qisir sigir to'ylarga so'yib yaxshi bo'ladi. Aziz kanalimiz a'zolari, qadrdonlar, bugungi syomkamiz mana shulardan iborat. Kimgadir nimalar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib fikr bildirishlaringiz mumkin. Kommentariyaga qarab sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana qadrdonlar. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Qalqama mol bozori ko'rinishi. Mana bu yog'i kiyim bozor. Dehqon bozori ana bu pastga. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada bemalol fikrlar bildirishlaringiz mumkin. Like, podpiskani ayamaysizlar. Omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar.